Boronning burunusida bir kichik bozorning chetida bir jup yosh ayol yashagan ekan. Ularning bir eg'iz kichik uyining atrofini gullar va yop-yeshil o't-juplar o'rab turg'ashqa to'limi illiq ko'rinadi ekan. Ammo ular bu yerda yolg'iz yashaydigan bo'lib, birmi farzand yuzi ko'rmagan ekan. Balaliq bo'lish ularning eng cho'ng armoni hisoblanadi ekan. Ularning uyidan ancha yiroq bo'lmagan joyda bir sirliq ham kishini maftun qiladigan gullik bo'lib, uning egisi bir sehrgar ayol ekan. U gullikdagi gul giyohlarni go'hardek ko'gashga hech qanday odamning bu yerga kirishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Bu gullikda har xil ajoyib g'aroyib gul giyohlar o'stirilgan bo'lib, kishini maftun qiladigan xushpuroq chechib turadi ekan. Buning ichida bir sirliq o'simlik bo'lib, u xislatlik giyoh deb ataladi ekan. Rivoyatlarda aytilishicha, bu xislatlik giyoh kishini hayron qoldiradigan davolash iqtidoriga ega bo'lib qolmay, yana uni yeguchilarga ajoyib kuch-quvvat ato qiladi ekan. Farzand yuzi ko'ralmagan ayollar buni yesa cho'qim balaliq bo'ladi ekan. Shunga ayolning farzandga bo'lgan tashnoligi kundan kuniga kuchaygashga xatarga tavakkul qilib, bu xislatlik giyohni yemoqchi bo'pti. Shuning bilan bir oydan kechida u sehrgarning qattiq uxlayotgan vaqtidan foydalanib, gullikning qo'riq temidan ehtiyot bilan atlab o'tib, putining uchida dastlab heliqi xislatlik giyohga qarab mengibdi. U xislatlik giyohni asta uzib eg'iziga solganda, uning butun badaniga bir xil g'alati sezim tarqalibdi. Uni yutqanda bo'lsa, o'zini to'limi yengil his qildi. Shunga u darhol qaytib ketmay, bu o'tqa mahliya bo'lib, yana nechtalni ortiq yebapti. Atsi ayol Pirxun o'tkir sezgusiga tayinib, nihoyatda tezla xislatlik giyohning o'g'irlanganligini bayqabdi. U g'azabdan o'zini tutib ololmay, bu xotinga qattiq saboq berib qo'ymoqchi bo'pti. Va razzil plandan birini tuzib, payt kutib turibdi. Uzun o'tmay, ayol hayronlik ichida o'zining homildor bo'lib qolganligini bayqabdi. U oy kuni to'shib, balani yangimoqchi bo'pti. Lekin bala tug'ilgan ashu daqiqada ayol sehrgar xuddi jindek uning beshida paydo bo'lib, rahimsizlik bilan balani tortib ep ketibdi. Bu bir uzun chashliq, go'zal qiz bo'voq bo'lib, tug'ilishida quyosh nuridek ko'zni qamashtiradigan oltin ranglik uzun chechi bor ekan. Ayol sehrgar uzun chashliq qizni bu yerdan to'limi yiroq bo'lgan o'rmonlikning ichkarisidagi egiz munarga ep kepti. Bu munar to'limi egiz bo'lib, palampiyimi, ishigimi yo'q ekan. Faqat munar cho'qqisidagi bir kichik derazalar tashqi dunyo bilan tutishib turadi ekan. Ayol sehrgarning holidan xabar elishi bilan uzun chashliq qiz asta-asta cho'ng bo'pti. U bag'an sir go'zallashib, husni jamoliga to'libdi. Uning naqshi ovozi xuddi bulbulning ovozidek mo'ngluq va yiqimliq ekan. U shunda qadam olsa, sap-seriq uzun chashlari yer o'pib o'ynaqlab turadi ekan. U ayol sehrgarni o'zining opisi deb o'ylaydi ekan. Ayol sehrgar bo'lsa, uzun chashliq qizni xuddi o'zining xususiy mulkidek qattiq rejim ostida boshqaradi ekan. O'zidan boshqa har qanday odamning uzun chashliq qizga yiqilishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Ham hech kimmi bu egiz munar ustiga chiqolmaydi ekan. Ayol sehrgar har qitim sirtlarga chiqib qaytib kelganda, munar ostiga kelib, ustiga qarab o'nlik ovozda "Uzun chashliq qiz, chechingni tashla!" deb vaqiraydi ekan. Uzun chashliq qiz darhol uzun chechini derazadan tushirib beradi ekan. Bu chashla uzunligidan shuncha egiz munarning cho'qqisidan tuvigacha sexiylik bilan yeyilib turadi ekan. Ayol sehrgar bu uzun chashni bo'ylab yomishib ustiga chiqib oladi ekan. Kunlar mana mushu ritmda bir-birlab o'tibdi. Uzun chashli qiz egiz munarda tanha ham tinch vaqtlarni o'tkazibdi.
u sirtqi dunyoga qiziqsimi, lekin faqat kichik deraza orqali ko'z oldidagi bir parcha bo'shliqni va yiroqdagi o'rmonliqlarni ko'ra oladi ekan. Shundaq kunlarning birida bir yosh kelishgan shahzoda otga minib o'rmonliqqa o'g'lig'ili kepti. U bu egiz munarning oldidan o'tib ketayotganda bir yaqinliq naqshi ovozini anglab qopti. Naqshi ovozi shu qadar sehrlik bo'lib, shahzodani o'ziga butunlay ram qilib olibdi. U bu yaqinliq naqshiga maftun bo'lib, naqshining zodi nadin kelayotganligiga quloq solib, bu ovozning dal munarning ustidan tarqilayotganligini bayqabdi. Shahzoda bir chetda mo'kib turib, egiz munarni kuzatibdi. Uzoq o'tmay, ayol sehrigar munarning tuviga kelib, "Uzun chashli qiz, chechingni tashla!" deb vaqirabdi. Andin ustidan xuddi shaqiratmidek yeyilib tushgan uzun chashni bo'ylab egiz munarga yamishib chiqibdi. Shahzoda bu ahvollarni ko'rib, egiz munarga kirish usulini bilib olibdi va shu yerda ayol sehrigarning sirtqa chiqib ketishini kutib o'ltiribdi. Ikkinchi kuni ayol sehrigar ketgandan keyin shahzoda taqatsizlik bilan munarning ostiga kelib, ayol sehrigarning ovozini do'rab, "Uzun chashli qiz, chechingni tashla!" deb vaqirabdi. Uzun chashli qiz tonish ovozni anglab, qilchi gumonlanmay odatdagiga o'xshash chechini tushirib beribdi. Shahzoda chashni bo'ylab ehtiyotchanlik bilan ustiga yamishib chiqibdi. U deraza tuviga yetib kelganda, uning ko'zlari uzun chashli qizning ko'zlari bilan uchrashib qopdi. Bu chaqda xuddi vaqt to'xtab qolgandek, ular bir-biriga qarashib, tikilib turishib qopdi. Uzun chashli qizning beg'ubor chiroyi va go'zalligi shahzodani hayajonga soldi. Shahzodaning kelishgan taqi turqumi uzun chashli qizni o'ziga mahliyo qilib olibdi. Bir chaqda ikkilan azg'ushiga kelib, bir-biridan kimligini so'rashibdi. Uzun chashli qiz o'zining bir xil turmush ritmini va tug'ilgandan beri bu munardan pastga tushib boqmaganligini shahzodaga aytibdi va uningdan tashqi dunyoning qandoq ekanligini so'rabdi. Shahzoda sirtdagi dunyoning to'limi kengligini, ajoyib g'aroyibotlarini va go'zalliklarini qizga eg'iziga tegmay so'zlab beribdi. Shundaqla uni bu egiz munardan elib chiqib, sirtqi dunyo bilan uchrashtirganligini aytibdi. Uzun chashli qiz shahzodaning tasvirlarini anglab, ko'zlaridan talpinish nurlari chaqnab ketibdi. U egiz munarning iskanjasidan qutulib, shahzoda bilan birlikda yangi turmushni boshlashni orzu qilibdi. Shuning bilan ular egiz munardan qaytish planini maslahatlashishga boshlabdi. Oxirida shahzoda necha kun ichida muvofiq paytni tepib, uni bu yerdan ib ketmoqchi bo'pti. Lekin ularning plani ayol sehrigarning o'tkir sezimidan qochib qutula olmabdi. Ayol sehrigar uzun chashli qizning yaqindan buyon odatdan tashqari hayajonlanib ketayotganligini, ko'zlaridan azaldan ko'rilib boqmagan bir xil umid va xushallik chaqnab turayotganligini bayqab, uningdan zodi nemish bo'lganligini, zodi qaysi ishning uni bu qadar xushal qilayotganligini so'rabdi. Dastlabda uzun chashli qiz bu maxfiyatlikni yo'shirishga uringan bo'lsa-mu, lekin ayol sehrigarning qistab turilishi bilan oxirida yanala o'zining shahzoda bilan uchrashganligini, ham shahzoda bilan billa kengri tabiatni ko'rib boqisi, shundaqla uning bilan billa yashag'isi borligini, shahzodaning o'ziga bo'lgan muomalasining to'limi chin ekanligini aytib beribdi. Qiz shuncha zo'q-sho'qqa to'lib so'zlayotgan bu paytda ayol sehrigarning g'azabi chekiga yetibdi. U uzun chashli qizning o'zining qoida yo'sullariga osiylik qilib, boshqalar bilan ko'rishganligiga, hatto hech bo'lmagandek shahzoda bilan ketmoqchi bo'layotganligiga qarab, arvoyi 40 kez o'rlab, shu hamon qaychini elib, uzun chashli qizning chiroyli uzun chechini rahimsizlik bilan kesib etibdi. To'yuqsizlar zarbiga uchrab, uzun chashdan ayrilib qolgan qizchaq qattiq qayg'uribdi va sehrigarning qiliqlaridan qattiq cho'chib ketibdi. Lekin
ayol sehrigar buninglik bilan bo'ldi qilmay, uzun chachli qizni so'rashtirib yurib, Munarning maxfiy ishigidan chiqib, uni odamzod oyoq bosmagan qaqas daliga ilib berib, tashlab qo'yibdi. Ondan shahzodadan o'ch olmoqchi bo'lib, Munarga qaytib kelib, qizchaqning kesib ilingan uzun chechini qo'lida tutganicha payt kutib o'ltiribdi. Shahzoda kechqurun Munar ostiga kelib, "Uzun chachli qiz, chechingizni tashlang!" deb vaqirganda, ayol Perixon darhol qizchaqning uzun chechini pastga tushirib beribdi. Shahzoda xo'shal holda uzun chachni bo'ylab yuqoriga yamishibdi. Lekin o'ylamagan yerdan uni kutib olgani ayol sehrigarning g'azabdan to'limi qo'rqinchli bo'lib ketgan chiroyi bo'pti. Ayol sehrigar shahzodaning ahmoqligini masxara qilib, uningga uzun chachli qizning tashlab etilganligini, mangu qaytib kelolmaydiganligini aytibdi. Shahzoda bu shum xabarni anglab qattiq azoblanibdi. Ümidsizlik uningga hamma narsani rangsiz va ko'ngilsiz ko'rsatibdi. U tezdan uzun chachli qizni izlab tepish niyatida egiz Munardan sakrabla pastga tushibdi. Baxtga yarasha büyük baraqsan daraxt shoxlari va yumshoq chimliq uning pastga zarb bilan urilishni to'sib qolgan bo'lsa-mu, lekin pastdagi tikan uning bir jup ko'ziga sanjilib, uni qorong'ulikqa mahkum qildi. Ko'z nuridan ayrilib qolgan shahzoda qayoqqa mengishini bilolmay, o'dil kelgan bir tarafga qarab mengibdi. Xuddi uzun chachli qiz uning atrofida bodek his qilib, uning ismini chaqirib to'labdi. Ammo hech sado bo'lmabdi. Qorong'ulikda qolgan shahzoda hech narsani ilg'i qila olmay, ichi-ichidan tugishib ketibdi. U amalsiz joyida o'ltiribdi. Shu o'ltirgancha kech kiribdi. Ammo shahzodaga kecha bilan kunduzning nima farqi? Uning ko'zili emas, hatto qalbimi yo'riqlikdan ayrilib qolgan tursa. Bir chaqda yiroqdan ot to'yiqining ovozi anglanishga boshlabdi. Aslida shahzodaning xos nökeri shahzoda kech bo'lib ketsa-mu, qo'nalg'uga qaytib kelmaganligi uchun uni izlab kelgan ekan. Nöker shahzodaning bir daraxtning tuvida hasratlanib o'ltirganligini ko'rib, darhol otdan tushib, uni yo'labapti va nemish bo'lganligini so'rabdi. Shahzoda bugun yuz bergan barliq ishlarni uningga so'zlab beribdi va uzun chachli qizni topmasa, zodi bo'lmaydiganligini aytibdi. "Shahzodam, bu yer to'limi xatarlikkan. Munar bizning atrofimizdalar. Biz avval qo'nalg'uga qaytaylik. Tevib ko'zlarini davolasin. Ko'ngillardagi odamlarni ko'zlari saqayganda ondan izlaylik", debdi. Biroq shahzoda uzun chachli qizning xatar ichida ekanligini aytib, zodi unimabdi. Xos nökar shahzodani qoyil qilolmagandan keyin uni otga mindirib, kechilab uzun chachli qizni izlash safariga otlanibdi. Endi gapni uzun chachli qizdan anglayli. Qiz suvsiz, giyohsiz qaqas daliga tashlab etilgandan keyin atrofidagi bu vahimalik muhitdan to'limi qo'rqibdi. Dastlab u nima qilarini bilolmay rosa yig'labdi. Keyin kech bo'lib ketishidan ansirab, o'zining ko'ngil tatgan bir yo'nalishga qarab ushqandek yugurishga boshlabdi. Bir chaqda u herib holidan ketay deganda ancha-muncha yeshillik poyaga yetib kelibdi. U suv tepib, ussizligini qondirib olgandan keyin yana davomliq mengibdi. Xeyli uzun mangandan keyin u dal-daraxtlar bir yerga yetib kelibdi. Bu chaqda kun o'ltiray deb qolgan bo'g'ashqa uzun chachli qiz yovvoyi hayvonlarning hujum qilishidan qo'rqib, yo'g'on bir daraxtni tepib, uning uchiga chiqib, bir ochimiqiga joylashib o'ltiribdi. U herib holidan ketay deb qolgan bo'lsa-mu, ammo uxlab qolmaslik uchun yiroqlarga nazar silib, atrofni kuzatib o'ltiribdi. Asta-asta qorong'u tushib, yulduzlar paqirashga boshlabdi va to'lin oy ko'rinibdi. U to'lin oyga qarab, shahzodani asga ilib, ko'ngli intayin yerim bo'pti. "Opam, menga buncha rahimsizlik qilayotgan yerda shahzodani cho'qim bir taraf qilyapti. Men endi uni qayta ko'rolmaydigan bo'ldim." U shularni o'ylab, hasratlanib, unsiz yosh to'kibdi. Shunda qilib, kecha yerimlashibdi.
Sütdek aydında o yiraqlarga nazar tashlab, o'zini saygitishga urinibdi. Bir chaqda onun quliqiga "Uzun çaşlı kız! Uzun çaşlı kız!" deb vaqirgan ovoz g'uva anglangandek bo'pti. U ovoz kelgan tarafga qarabdi. Yiroqdan bir qora soyi ko'rinibdi. Qiz diqqat qilib qarabdi. Uni chaqirgan ovoz yana takrorlanibdi. Bu ovozning Shahzodaning ovozi ekanligini to'nigan qizchaq qattiq hayajonlanib ketibdi va darhol daraxt shig'ini ching tutib o'rnidan turib, "Men bu yerda!" deb o'nlik to'labdi. At tuyiqining ovozi bara-bara yiqillabdi. Shunda qilib Shahzoda bilan nökər butun bir kecha taraf-tarafdan to'lab izlab yurib, oxiri uzun chashli qizni tepibdi. Ular bir-biriga esilib, ko'z yoshi qipdi. Shu hamon mo'jiza yuz berib, Shahzodaning ko'zi asliga kelibdi. Aslida u tikan sehrgarning sehriy tikini bo'lib, sap muhabbat oldida uning sehrimi o'z kuchini yo'qotgan ekan. Ular aydin kechida nökərning qo'g'dishi orqasida bir-biri bilan mo'ngdishib, qo'nalg'uga yetib kelibdi. Atsi Shahzoda nökərlarga buyruq qilib, sehrgar ayolni tutib kelibdi. Uzun chashli qiz bilan Shahzodaning sap muhabbati oldida uning sehriy kuchi hech narsaga ishlamabdi. Axir u Shahzodadan bir qo'shiq qiynini tilab, uzun chashli qizning hikoyasini ularga so'zlab beribdi. Uzun chashli qiz qattiq yosh to'kibdi. Shundaqdimi sehrgarni qo'yg'izib etib, Shahzoda bilan billa o'z ota-onasini izlab mengibdi. Ular necha kun izlab, surishtirib yurib, uzun chashli qizning ota-onasini tepibdi. Bir oila kishilari bir yerga jam bo'lib, bir-birlarini bag'riga besib, seg'inish yoshlarini to'kibdi. Shundaqla beshidan o'tgan kechirmishlarni bir-biriga so'zlab beribdi. Shahzoda qizning ota-onasiga uzun chashli qizni yaxshi ko'rdiganligini va uning bilan to'y qilg'isi borligini aytibdi. Ular rozilik bergandan keyin Shahzoda qizni elib, o'rniga qaytib, katta to'y murosimi o'tkazibdi. To'ydan keyin Shahzoda uzun chashli qizni uning bog'usiba hamma joylarga elib beribdi. Shunda qilib, uzun chashli qiz Shahzoda bilan baxtlik va xushal-xuram kun kechirishga boshlabdi.